Abdulla Qahhor, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamro'yeva Sabina Ismoil qizi. Bemor. Osmon yiroq, yer qattiq. O'tmishdan. Sotiboldining xotini og'rib qoldi. Sotiboldi kasalni o'qitdi, bo'lmadi. Tabibga ko'rsatdi, tabib qon oldi. Bedodning ko'zi tinib, boshi aylanadigan bo'lib qoldi. Baxshi o'qidi. Allaqanday bir xotin kelib, tolning xipchini bilan savaladi. Tovuq so'yib qonladi. Bularning hammasi albatta pul bilan bo'ladi. Bunday vaqtlarda yo'g'on cho'ziladi, ingichka uziladi. Shaharda bitta doktorxona bor. Bu doktorxona to'g'risida Sotiboldining bilgani shu: salqin, tinch parkda, daraxtlar ichiga ko'milgan baland va oq imorat. Shisha qabzali kulrang eshigida qo'ng'iroq tugmasi bor. Chigit po'choq va kunjara bilan savdo qiladigan xo'jayin Abdug'aniboy omborida qulab ketgan. Qoplar ostida qolib o'ladigan bo'lganida bu doktorxonaga bormay, simga ketgan edi. Doktorxona deganda Sotiboldining ko'zi oldiga izvosh va oq podshoning surati solingan 25 so'mlik pul kelar edi. Bemor og'irlashdi. Sotiboldi xo'jayinning oldiga arzga bordi. Ammo bu borishda muddaosi nima ekanini aniq bilmas edi. Abdug'aniboy uning so'zini eshitib ko'p afsuslandi. Qo'lidan kelsa hozir uning xotini oyoqqa bostirib berishga tayyor ekanini bildirdi. Keyin so'radi: "Devonai Bahovatdinda hech narsa ko'tardingmi? Ovoz-sulazamgacha?" Sotiboldi ketdi. Bemorning oldida jilmaslik va shu bilan birga tirikchilik uchun xonaga bir kasb qilishga majbur bo'ldi. Har xil savatchalar to'qishni o'rgandi. U ertadan kechgacha oftob shuvoqda gavronlar ichiga ko'milib savat to'qiydi. 4 yashar qizchasi qo'liga ro'molcha olib onasining yuzini karaxt, nimjon, g'ira-boshalardan qo'riydi. Ba'zidan qo'lida ro'molcha mulkka tushib uxlab qoladi. Hamma yo'q jim. Faqat pashsha g'ing'illaydi. Bemor inkillaydi. Har zamon yaqin, yiroqdan gadoy tovushi eshitiladi. "Ey do'st, shaydillo, banomi Alloh, sadaqa raddi balo, baqavli rasuli xudo." Bir kechasi bemor juda azob tortdi. U har ingraganda Sotiboldi chekkasiga biroz solingan kishiday talvasaga tushardi. Qo'shnisi bir kampirni chaqirdi. Kampir bemorning tuzigan sochlarini tuzatdi. U yoq bu yog'ini siladi. So'ngra o'tirib yig'ladi. "Begunoh go'dakning saharda qilgan duosi ijobat bo'ladi. Uyg'oting qizingizni", dedi. Bola anchagacha uyqu g'ashligi bilan yig'ladi. Keyin otasining g'azabidan, onasining ahvolidan qo'rqib kampir o'rgatgancha duo: "Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin." Bemor kundan kunga battar, oxiri o'sal bo'ldi. "Ko'ngilga armon bo'lmasin", deb chilyosini ham qildirishga to'g'ri keldi. Sotiboldi to'qigan savatlarni ulgurji oladigan baqqoldan 20 tanga qarz ko'tardi. Chilyosindan bemor tetik chiqqanday bo'ldi. Shu kechasi hatto ko'zini ochib, qizchasining yoniga tortdi va pichirladi: "Xudo qizimning saharlari qilgan duosi dargohida qabul qildi. Dadasi, endi tuzukman, qizimni saharlari uyg'otmang." Yana ko'zini yumdi. Shu yumgancha qaytib ochmadi. Saharga borib, joni uzildi. Sotiboldi qizchasini o'lik yonidan olib, boshqa yoqqa yotqizayotganda qizcha uyg'ondi va ko'zini ochmasdan odatdagicha duo qildi: "Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin